30-iyun kuni Surxondaryo viloyati Qo'g'irchoq teatrida 8-xazina spektaklining jamoatchilik ko'rigi bo'lib o'tdi. Ushbu sahna asari O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi teatrlar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi badiiy kengash tomonidan ko'rib chiqildi. O'zbek yozuvchisi O'zbektosh To'raxonlining asari asosida yaratilgan spektakl teatr bosh rejissyori Bunyod Imomov tomonidan sahnalashtirilgan. Asarda yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish, mehnatga hurmat va insoniy qadriyatlarni targ'ib qilish masalalari ko'tarilgan. Spektaklning qabulida taniqli rejissyor, Shuhrat medali sohibasi Karomat Isamova, O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti dotsenti Azamjon Abduhalilov hamda xorijlik mehmonlar ishtirok etdi. Tomoshabinlarga namoyish etilgan sahna ko'rinishlari zamonaviy texnologiyalar asosida tayyorlangan bo'lib, har bir epizod o'zining mazmuni va yorqin ifodasi bilan e'tiborni tortdi. Professional aktyor va aktrisalar ijrosi orqali tomoshabinlar yana bir bor bolalik xotiralarini eslab, o'zini ertak olamida his qildi. Spektakl davomida syujetning ketma-ketligi, sahnadagi harakatlar, yorug'lik va musiqa uyg'unligi tomoshabinlar e'tiborini o'ziga jalb qildi. Bugungi spektakl menda juda ham katta taassurotlar qoldirdi. Bu spektaklda o'ynagan asosiy o'sha qahramonlardan maska yo'nalishida foydalanilgan. Shu onaxon obrazi, duradgor obrazlari, juda ham chiroyli paxotkalar, xarakterlar topilgan. Shu obrazlar menga juda ham yoqdi menga. Ayniqsa rejissyor tomonlama svetlardan juda ham chiroyli foydalanilgan, unumli foydalanilgan. Bu tomoshabin bolalarimiz uchun ham juda ham qiziqarli bo'ladi. Hozirgi yosh tomoshabinlarni uncha narsa bilan teatrga chaqira olmaysiz. Shu hozirgi rejissyorni yondashuv juda ham qiziqarli bo'lgan. Qo'shiqlari bilan, raqslari bilan yondashilgan va qolaversa, shu o'zimizni milliy o'sha 7 xazina nima ekanligini bolalarga yana bir bora eslatib o'tilgan. Shu taraflarim menga juda ham yoqdi spektakl. Asardagi har bir personaj o'z obrazini to'liq ochib bera oldi. Bu esa tomoshabinlarga mazmunli taassurot qoldirdi. Mutaxassislar tomonidan spektakl bo'yicha fikr-mulohazalar bildirilib, tavsiyalar berildi. 8-xazina spektakli bir ovozdan qabul qilindi va tomoshabinlarga namoyish etishga ruxsat berildi. Ushbu spektakl yosh avlodni tarbiyalash, ularning dunyoqarashini kengaytirish va san'atga mehr uyg'otish yo'lida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa yosh tomoshabinlar uchun sahnalashtirilgan ushbu asar ularni ijtimoiy hayotga tayyorlash, kelajakka ishonch va intilish ruhini kuchaytirish borasida o'zining samarali ta'sirini ko'rsatadi. Qolaversa, spektaklda aks etgan hayotiy voqealar va obrazlar orqali nafaqat bolalar, balki kattalar ham qiziqarli taassurotga ega bo'lishdi. Sahnadagi har bir kichik detaldan tortib, dekoratsiya, yorug'lik yechimlari va musiqiy ohanglargacha puxta ishlangan bo'lib, bu esa spektaklning umumiy badiiy darajasini yanada oshirdi. Mana bugun ko'p yillik tajriba egalari Surxondaryo viloyat Qo'g'irchoq teatrining navbatdagi yangi bir asarini sahna yuzi ko'rgani bilan barchani qutlaymiz. Yana bir asar dunyoga kelibdi. Bu asarning ahamiyatli jihati shundaki, bugungi kunda IT texnologiyalar, ya'ni o'sha yangi zamonaviy texnika va texnologiyalarni unumli, maqsadli shu sahnaga tatbiq etib, bolajonlarimiz bugungi davrning bolasi juda ilg'or, juda faol, juda zukko. Ularni bir asardagi qahramonning u yoki bu xatti-harakati orqali hayratga solish o'zi emas. Lekin bugun ijodkorlarimiz, teatrning bosh rejissyori Bunyodbek ukamiz tomonidan mana shu ishga jur'at qilinibdi va biz ko'rib spektaklning guvohi bo'ldik. Xudo xohlasa tomoshabinni hayratga sola olish. Eng muhimi nima? Agar hayratga sola olsak, u tomosha qiladi. Demak, tomosha qila oldimi? Biz chuqur ishonch bilan aytamizki, unda ko'tarilgan va olg'a surilgan g'oyalar o'z maqsad nuqtalarini egallaydi. Teatrda ko'p yillik tajribalardan ko'rdik va ko'rib yana guvohi bo'lib kelyapmiz. Bunaqangi ijodlar bugun respublikamizda yoshlarga juda dolzarb, juda kerakli. O'ylaymizki, zamonamiz yoshlarini ko'ngli xohishi bo'layotgan asarni bugun guvohi bo'ldik. Asardagi o'sha xalqimizning azaliy 7 xazina deb qaragan xazinalari nimalardan iborat ekanligi, unga qanday erishish mumkinligi, ular asli nima uchun 7 xazina deb nomlanadi. Mana shu haqida fikrlar yuritiladi va mavzu doirasida ilg'or g'oyalarni, o'sha xalqimizning an'ana va o'ziga xos xususiyatlariga tomon intilishni kuzatishimiz mumkin. Kelinglar, tomosha qilinglar, mazza qilib dam olinglar. Sizlar xohlagan asarlar sizlar uchun.
Marhamat. Yangi sahna asari nafaqat tomoshabinlarga estetik zavq, balki ularda o'zligini anglash, yaxshilik va ezgulikka ishonch hissini kuchaytirishga xizmat qiladi.